Assalomu alaykum qizlar. Hammanglar yaxshimisizlar? Sog'misizlar? Bugun yana sizlar bilan diydorlashib turganimdan juda ham xursandman. Esinglarda bo'lsa kanalga video tashladim. Qizil uzun ko'ylakni reklamasi va mana shu ko'ylakni bichib tikish jarayonini o'rganamiz deb aytdim. Demak, hozir ajoyib vaziyatdaman va mana shu vaziyatdan qanaqa chiqib ketishni birgalikda sizlar bilan jarayonda bo'lishmoqchiman. Bugun meni qizim, bugun emas, 5-6 kun bo'ldi, menga mana shu materialni olib keldi. Shtapi 3 metr va mana shu razmerda o'z ustoziniki o'lchab kelibdi. Bu razmerda o'zi o'lchagan. Bu qizim aytib o'tib ketishim kerak, umuman tikuvchilikdan xabari yo'q, faqat o'qiydi. Boshqa katta qizlarim tikuvchilik qiladi, men bilan chevarchilik qiladi, lekin bu qizim o'qiydi, ingliz tili bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchi. Demak, o'zicha o'lchab kelibdi, ustoz o'lchadi. Ustozni razmeri mana yozib kelgan o'zlari. Demak, mana shu razmer bo'yicha biz mana shu ko'ylakdan sizlarga tashlagan videoyimdagi ko'ylak tikishim kerak. Boshqa o'lcha olmayman, primerka qilaman, tikib tayyorlab berib yuborishim kerak. Qizim aytayapti, yo'q, men uyataman, men sizni rosa maqtaganman, chiroyli qilib tikib bering. Ustoz ham o'zi klientimiz, oldindan tiktirgan bizga. Xudo xohlasa yuzlarimiz yorug' qilsin Alloh. Demak, mana shu jarayondan qanaqa chiqib ketamiz, nima qilish kerak bu paytda, andozamiz bizga nima yordamlar berishini mana shu yerda bilib olamiz. Men hozir bitta video qarab qo'yaman qizlar. Xo'p, olyaptimi, yo'qmi? Olyapti ekan. Lekin kichikroq. Xo'p, mana. Razmer ko'rinyapti, qizlar. Demak, o'lchov jurnalimiz haqida ham ozgina tushuncha berib o'tib ketaman. Hozir zo'r narsa bo'ldi, qizlar. Men rosa video olibman, zapis qilmabdi. Demak, bu o'lchov jurnalimiz sotuvda bor qizlar. Har bittasi 3 xil variantda chiqaramiz, 20 ta, 50 ta va 100 ta klientga moslashgan. Har bir beti, mana shu ikkita bet bitta klient uchun ketadi. Mana bu yerda hozir men chiroyli qilib chizib yozib sizlarga video tayyorlabman, zapis bo'lmabdi. Demak, yaxshilikka. Hozir mana shu jurnalimizdan qanaqa foydalanishdi, andozadan qanaqa foydalanishdi sizlar bilan o'rganamiz. Standart razmerdagi andozani klientga moslash. Mana shunaqa kamgina razmerda ham ko'ylak qilish mumkinmi? Qilsa bo'ladimi? Qizlar, mana shu fasonga qilsa bo'ladi, lekin juda ham tor figuralarga yopishib turadigan, masalan, korsetlik, nimadir fason bo'lsa chiqara olmaysiz bu o'lchov bilan qizlar. Bu bilan men mana shunaqa 5-6 ta o'lchov bilan har qanaqa ko'ylakni tikib chiqaraman deya olmayman, demayman. Men unaqa narsalardan bilasizlar. Men auditoriyam unaqa narsalardan yiroqman. Bo'ladiganini aytaman. Demak, bu fasonga bo'laveradi. Kaketkalik, tashlab turadigan etagida valanlari bor, yenglari ham keng uslubdagi ko'ylakka bo'ladi. Qomatlari ham kattagina, to'lachadan kelgan, yoshi men bilan teng, lekin to'lachadan kelgan, xuddi shu videodagi qaynonani razmerdagi qiz. Demak, boshladik. Menga mana shu razmerlarni olib keldi. Birinchi bo'lib daftarimizga yozamiz kim ekanligini. Klient bu yoqqa endi bir yozgan ekanman, endi davom ettirib yangitdan sizlarga tushuntirib ketaman. Daftardan foydalanishni ham o'rganamiz. Ikkinchini qo'yamiz va buyurtmachini ismi ustoz deb qo'yamiz. Mana ustoz deb yozib qo'yamiz va boshladik. Mana bu joyda biz klientimiz uchun kiyimda texnik rasmini bemalol chizib olsak bo'ladi. Biz videoga qaraymiz. Mana buni ham sizlarga rosa ko'rsatdim. Mana bu ko'ylak. Xuddi shunaqa to'lachadan keyin narigi qaynonadaqa. Mana shu ko'ylakni yaxshilab qarab, mana sizlarga ham shunaqa keldi, tasavvur qiling, chizasiz. Qanaqa koketkalik, tizzadancha teparoqda varoqchasi bor, bo'yinlarida varoqchasi bor, chiroyli ko'ylak ekan. Bu chizaman qizlar. Demak, yelkalari, oldilari kichkina ochilgan, varoqchasi bor. Kaketkalari ko'kragi tepasida turibdi va tagida varoqchasi bor. Lekin bu videoda, gatovida trapesiya ketmabdi, primoy ekan qizlar, lekin biz trapesiya qilamiz, ozgina, ko'p emas. Tashlab chiroyli turadi, qomati bilinmay turadi. Chunki u qiz ham hijob emas, ro'moldagi qiz. Shuning uchun klientimiz o'zini holatiga ham qaraymiz qizlar. Bu yerda hech qanaqa vitishkalar ketmaydi va yenglari mana qizlar. Qayta Telegram kanaldan, gruppadan ham ko'rib olasizlar. Kengroq tashlab turibdi va
ipli rezinkada qator tikilgan chiroyli valangchalari bor. Demak, mana shu. Orqasini ham chizib olamiz. Biz andozamizni modellashtirish oson bo'lishi uchun qizlar bu bizga kerak. Chizib ro'parangizga qo'yib olsangiz, qiynalmaysiz qanaqa modellashtirishni, qayerdan ulashdi. Demak, mana shu. Rassomchilikka qanaqam yo'q. Bizga qaysi o'lchovlar o'lchab kelibdi, yaxshilab e'tibor berib qaraymiz. Yeng uzunligi, yeng kengliklari. Yeng uzunligini mana bu yerga yozamiz. Yeng uzunligimiz 67 o'lchabdi. 67 emas, lekin mana shu o'lchovini yozaman bu yoqqa. Yeng kengligi, yeng aylanasi 33 va bilak aylanasi menimcha past qismi 20 sm. Bizga vashcha unisi ham kerak emas edi o'zi. Mayli, yozaman. Xo'p, bel aylanasi 99 sm. Bel aylanasini yozamiz. 99. Keyingisi oldi ochilishi 18. Oldi ochilishi 18 katta. Unda kichkina ochilgan 15 sm yetadi. Xo'p. Ko'krak aylanasi 112. Demak, 56 razmerda kiyadi. Andozamiz tushiradi bu qizga chiroyli bo'lib. Ko'ylak uzunligi, kiyim uzunligi 145. Uni to'g'ri o'lchagan. Xo'p. Ko'krak aylanasi, ko'ylak uzunligi, yelka 55. Voy, mashalloh. 55 ham yelka bo'ladimi? O'lchashgan qarang, bular katta chevarlardi. 55 va bittasi 16. Zo'r. Biodra 122. Mana, bo'ksa aylanasi 122. Mana shu o'lchovlardan biz ko'ylak tikishimiz kerak. Alloh yuzlarimiz yoriq qilsin inshaalloh. Endi qaranglar, endi bizga daftarda bu bet kerak bo'ladi qizlar. Endi hozir men bunda qanaqa yo'l tutaman? Nima deb o'ylaysizlar? Men standart andozadan foydalanaman va mana shunda o'zimni tajribamdan kelib chiqib, xudo xolisa besprimerga chiroyli qilib iltimos qilaman, o'zi ham kiyib videolar, rasmlar tashlab bering deb. Qanaqa chiqar ekan, ko'ramiz birga. Demak, bu betga o'tamiz. Bu yerda rost, ruschalab, abxat grud, abxat tali, abxat biodra, bitta aylanalar qizlar. Klientimizni bu yoqqa ham yozib qo'yamiz. Ustoz, ismini eslolmayapman. Astagfirulloh. Ko'krak aylanamiz bizda 112 va uni 2 dan biri 56 sm. Bizga 4 dan biri 8 dan biri kerak emas. Bel aylanasi 99 ekan, lekin men 100 qilib olaman. Agar klientingiz loyiq kiysa, o'ziga mana shuni bir tashlab 98 qilib olasizlar. Va buni ham 2 dan biri 50 sm. Bo'ksa aylanamiz ham bizga kerak emas, lekin mayli. Buni ham yozib qo'yaman. 122 va 61 sm chiqyapti menda. Yana qaysi kiyim uzunligi betga yozib qo'yaman. 145. Boshqa o'lchovlar yo'qligi uchun borini yozyapman. Va yeng uzunligi 67 degan, lekin 67 emas, u qizni yeng uzunligi men endi o'zimni nimamdan kelib chiqib aytaman, 62 sm ham normalniy uzun. 60 ham kiysa kerak. Va qo'lini aylanasi 33 va bilak aylanasi 20 sm. Demak, mana shu razmerlardan foydalanib qizlar standart men o'zimni sotuvdagi asos andozamdan mana shu qizga chiroyli qilib ko'ylak tikib beraman. Va mana shu andozamni ham qanaqa qilib foydalanish kerakligini sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Sizlarda mana shu holatlar bo'lishi mumkin. Aytinglar mumkin. Bu yerda hozir bor ekan-u, nechta razmer yozishibdi. Yengdan tashqari 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta razmer, 2 ta razmerdan ham chiqarishyapti-yu, andoza qilyapti-yu deyishlar mumkin. Ha, bo'ladi. Lekin bu klientga emas, bu razmerga emas qizlar. Bu klientimizga qomatlar to'lachadan kelganligi uchun standart razmerdagi 2 ta razmerdan o'lchab Müller bo'yicha chiqarilgan andoza tayyorlasak, u to'g'ri kelmaydi. Lekin meni o'zimni metodikam, o'zimni tajribalarimdan kelib chiqqan holatda tayyorlagan andozamni qila olaman. Bunga men anaqam uverinmanda, ishonaman. Bu andozamni qilishimga va to'g'ri kelishiga. Mana shu holatda hozir endi video to'xtatamiz, ikkinchi videoni olamiz. Hozir standart andozalarni olib chiqaman va ularni qanaqa qilib o'zgartirib, qanaqa qilib tayyorlagan ishni birgalikda jarayonda
o'rganib alohida video tayyorlayman qizlar. Mana shu joygacha ko'rib, sizlarda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Agar shunaqa holatda bo'lsanglar, qanaqa foydalanib chiqib ketgansizlar, kommentariyada yozsanglar. Birgalikda meni qilayotgan ishim oxiri nima bo'lishini ko'rsatamiz qizlar. Demak, boshladik va davom ettiramiz.